Assalomu alaykum. Toy. Boyata. Tinchsiz. Ha? Egilgan boshqa kesamni kesmaydimi? Ha, nimaga kelding, maqsad? Uzr so'rab keldim aka. Ha, uzr so'rab keldim. Uzr aka. Kechiring. Kechiring aka. Men sendan xafa bo'lganim yo'q, uka. Lekin hali poni ezib qo'yding-ku, toy chog'da. Sendan xafa bo'libdi, eshakkani olibdi. Ha, men ezib tashladi jo'ni deb. Borasan fermaga, eshakdan kechirim so'raysan. Bo'ldi. Kechirim so'ray. Ha? Shu xolasmi? Kechirim so'raysan, agar seni kechiradigan bo'lsa, ishga qaytasan. iPhone-chi iPhone. iPhone bir o'ylab yuradi. Bo'ldi. Anaqachi, mashina qayerda? Hozirgi men aytgan ishni qilasan, boshdan olasan. Davay. A few moments later. Eshakjon, meni kechir, qarindoshingni xafa qilganim uchun. Kechirimli bo'lishimiz kerak. Jahongir aka deb odam kechirib olyapti, sen kechirolmaysanmi meni? Ha? Bu eshak sendan qattiq xafa bo'libdi. Bitta minaman, keyin kechiraman deyapti. Ashnaqami? Eshak seni minadi, keyin kechiradi. Ha, endi tichivordingiz endi aka siz ham. Yetar endi uzr so'radingiz, uzr so'radimmi? Yo, shuni xohlayapti eshak. Qanaqa qilib minadi bu meni? Ko'rasan hozir, shunaqa minadi. Minasanmi? Ko'ramiz a?